Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xonqa tumani Madaniyat mufida 504-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga piyoz ekini ekilgan. Maydon hajmi 11,5 gektar, uzunligi 495 metr, bo'yiga 276 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar piyoz ekini to'liq unib chiqqan, holati yaxshi. Ekinlarni yetishtirish 180 kun davomida yetiladi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada jami 57 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari o'rtacha 20 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirilish uchun BRB Agroxizmat ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 250 sentnerdan jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirish olingandan keyin ikkinchi takroriy ekin ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirilib borilishi rejalashtirilgan.